Adillik ve haqqaniylik. Adillik her bir haq egisining haqqini kam ziyoda qilmay berish va har ishda haqqoniy bo'lishdir. Adolatni barpo qilish har bir musulmon uchun diniy, axloqiy majburiyat. Adolatni barpo qilish haqiqatni so'yganlikning va uni qo'g'diganlikning ifodasidir. Chunki adolatning vazifasi haqiqatni o'ttirg'a chiqarishdir. Shunga adolat bilan haqiqat o'ttirsidagi bog'lanish nihoyat zich bog'lanishdir. Adalet talep qilinadigan ishlar intayin ko'pdir. Hükümde adaletlik bo'lish, balalar o'ttirisida adaletlik bo'lish, ayollarning bir-biriga adaletlik muomala qilishi, tarozida tartqanda va ilm setim ishlarida haqqoniy bo'lish, har qanday kishiga muomala qilishda adaletlik bo'lish qatorliq ko'plagan ishlarda adaletlik va haqqoniy bo'lish talab qilinadi. Zamonimizda eng umumlashgan adolatsizlik savdo setiq ishlarida yuz berib kelmoqda. Tarazida adaletlik bo'lish deganlik, tarazida tartgan yoki qandaqli bir o'lcham asbobida o'lchiganda aldamchilikdan tamoman xoli bo'lgan holda rostchilik va odillik bilan ish ko'rish talab qilinadi. Alloh taolo olganda to'liq tartib elib, sotganda kam tartib berguvchilarni qiyomat kuniga ishonmaguvchilar deb sifatlash orqali ularga qattiq azobni va'da qilish bilan tahdid yog'dirgan. Vaylul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Yani ölçemde ve tarazıda kembergüçlerinin halığı vay. Ular kişilerden ölçep ağan çağda toluk alıdı. Kişilerge ölçep yoki tartip bergen çağda kem beridi. Ular büyük bir günde tirildiğanlıqıga işenmemdi. O günde insanlar alemlerinin Rabbinin huzurida tik durdu. Haqqanilikten ibaret bu güzel ahlaktan haqiqat üçün öz menfaatini qurban qilish, rostchilik, adillik, vafadarlik, ishonchlik bo'lish, samimiylik, va'dasida turish qatorliq ko'plagan go'zal axloqlar turlanib chiqadi. Haqiqatni qo'g'dash yo'lida o'z manfaatidan kechish haqqoniylikning eng rostchil va eng ko'rinarli ifodasidir. Haqqoniylikdan iborat bu go'zal axloqdan chatnab ketishdan yolg'onchilik, aldamchilik, xiyonat, vafosizlik, so'zi turmaslik, haqiqatni qabul qilishdan bosh tortish qatorliq nurg'unlagan razil qiliqlar tug'iladi. Haqqoniyatdan chatnab ketishning sabablari mo ko'p bo'lib, asosligi uchiga chiqqan shaxsiyatchilik, nafsoniyatchilikdir. Haqiqatni inkor qilish eng qabih axloqsizlikdir. Shuningdek, fazilatli kishilarning fazilatini, ilm ahlining ilmini bilib turib inkor qilish go'zal axloqdan butunlay mahrum qolgan, razillik patqoqlariga patgan baxtsizlarning ishidir.